Prezidentimiz tashabbusi bilan yurtimizda amalga oshirilayotgan mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasidagi dolzarb 40 kunlik tadbirlari mahallalar qiyofasini yanada obod etish, odamlar turmush farovonligini yuksaltirish hamda hamjihatlik muhitini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ana shunday ezgu ishlar Nurota tumanidagi Ibn Sino mahallasida ham uyushqoqlik va ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Obod mahalla farovon hayotning mustahkam poydevori. Azaldan xalqimizga xos bo'lgan hashar an'analari bugun yangi O'zbekistonda yanada keng quloch yozib, elni ezgu maqsadlar atrofida birlashtirmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan bu kabi hayotbaxsh islohotlar odamlarning ertangi kunga ishonchini yanada mustahkamlayotir. Nurota tumanidagi Ibn Sino mahallasi bugun ana shunday ezgu sa'y-harakatlarning yorqin namunasiga aylangan. Mustaqilligimizning 35 yilligi bayram arafasida mahallada obodonlashtirish ishlari keng quloch yoygan. Mahalla Navoiy viloyati soliq boshqarmasiga biriktirilgan bo'lib, tashkilot mas'ullari, mahalla faollari va aholi hamjihatlikda ko'chalarni tartibga keltirmoqda. Yo'l yoqalari qurilish va maishiy chiqindilardan tozalanib, daraxtlarga oqlov berilyapti. Atrof muhit yanada ko'rkam tus olmoqda. Navoiy viloyati soliq boshqarmasi boshlig'iga biriktirilgan Nurota tumanidagi Ibn Sino mahallasida 570 ta xonadon mavjud bo'lib, 3100 nafardan ortiq aholi istiqomat qilmoqda. Mahalla asosan 4 ta ko'chadan tashkil topgan. Hududda o'sha tuman tibbiyot birlashmasining binosi, bitta masjid, bitta maktab mavjud. Ayni paytda juda katta hajmdagi qurilish, bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Katta bir hashar uyushtirildi. Mana shu hasharda butun aholi bir tanib bir jon bo'lib, mahallasi obodligi hissa qo'shishga bir harakat qilishdi. Bu jarayonda soliq organi xodimlari ham o'zlarining bir tashabbuslari bilan mehnat qilishdi va mana shu mahallani obodligiga o'z hissasini qo'shdi. Kattalarning duosi, yoshlarning g'ayrati birlashgan hasharda haqiqiy hamjihatlik muhiti yaqqol namoyon bo'ldi. Xalqimiz bir ko'tarinki ruhda bir bayram tarzida mana shu hasharni o'tkazmoqda. Mustaqilligimizning 35 yilligiga tayyorgarlik desak ham bo'ladi. Muhtaram prezidentimizning mana aytgan so'zlarida birinchidan mahallada kambag'allikni tugatish, daromadni ko'paytirish deb aytayaptilar. Mana shifokor bo'lsak ham Tabarqada qancha ishlarni, dehqonchilik ishlarini olib borganmiz. Xalqdagi bundaqa serg'ayrat harakatlar qanday kelib chiqyapti? Mana hamma aytayapti, xolisona. Yurtboshimizning kecha kunduz xalqim deb shu ishlayotganliklari, chet davlatlarga borib barcha yo'llarni ochib berayotganlari bu bizlarni yana ruhlantiryapti. U shuni ko'rib ham bir odam shijoat bo'lib xursand bo'lib ketadi. Mana shunday davlatda tug'ilganimga, shunday davlatda yashayotganimga, shunday yurtboshim borligidan men xursandman. Yangi O'zbekistonni yana mustahkamlash uchun qo'ldan kelguncha mahallamiz bilan jipslashib, obodonlashtirib, daromadlarni ko'paytirib, o'zimizning qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz va mehnat qilamiz. Mustaqilligimizning 35 yillik bayramini munosib kutib olish uchun mahalla ahli bir jon bir tan bo'lib, obodonchilik ishlarini olib boryaptilar. Ular soliq boshqarmasi boshlig'i, ularning vakillari uyma-uy kirib ishlarni tashkil qilyaptilar. Shu bilan birgalikda ko'chalarimiz shinam, ozoda, toza, asfaltlar yotqizildi. Shuncha davrlar beri bu ishlar amalga oshirilmagandi. Avvalambor prezidentimizga katta rahmat. Mahalla yetiligi xodimlari uyma-uy kirib, obodonchilik ishlarini nazorat qilib, kam ta'minlagan oilalarga yordam berib, o'z hissalarini qo'shyaptilar. Dolzarb 40 kunlik tadbirlari faqat obodonlashtirish bilan cheklanmaydi. Mahallada aholi bandligini ta'minlash, daromadini oshirishga qaratilgan tadbirkorlik loyihalarini ommalashtirish, tomorqadan samarali foydalanish va oilalar farovonligini yuksaltirishga xizmat qilayotgan ishlar ham izchillik bilan tashkil etilmoqda. Eng muhimi bu kabi xayrli tashabbuslar mahallalarda hamjihatlikni mustahkamlab, inson qadrini ulug'lash, obod va farovon hayotni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Zero yangi O'zbekistonda har bir obod ko'cha, har bir fayzli mahalla prezidentimiz tashabbuslari asosida xalqimiz uchun yaratilayotgan munosib turmush sharoitining yana bir amaliy ifodasidir.